Mayli, nima deb o'ylaysizlar? Germaniyada aptekada dorilar arzonmi yoki yo'qmi? O'zbekiston bilan solishtirganda. Давайте bugun sizlar bilan shuning uchun ham ko'rib chiqamiz, распаковка qilib. Как раз bugun men aptekaga kirdim. Afsuski, bitkabimda anaqa bo'lib qoldi, men bilan unfal bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bugun aptekaga kirib dorilar olishim kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bugun sizlar bilan ko'ramiz, arzonmi yoki qimmatmi. Общий 44 yevro 45 sent bo'ldi. Вот. Boshlaymiz. Ishonch chekni ko'taraylik. Unaqa ko'p narsa olmadim, o'zi 4 ta narsa oldim. Tak, birinchi o'rinda olgan narsam o'zimga kerakligini, imенно shu dori uchun o'zi borgan odam edim. Birinchi o'rinda shimmerskel oldim. Mana bu qo'limdagi shimmerskel to'g'ridan-to'g'ri suyaklar og'rigan vaqtda yokida muskullarni mabodo noto'g'ri harakat qilib qo'ydirgan vaqtda, og'ir narsa ko'targan vaqtida yordam bergan ekan. Bu 12 yevroga 99 sent. Qaranglar, boshimdan katta. Yo'q, boshimdan ekan. Amayli kelinglar. 12 yevroga 99 sent. Bilmadim, bu O'zbekistonda bu anaqa gel bormi yoki yo'qmi, lekin вот so'mda necha pul bo'lishini bilmayman. Agar biladiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, 12 yevroga 99 sent ekan va magnezium oldim. Mana bu qo'limdagi. Bu narsa juda ham zo'r narsa. B vitamini bilan qo'shilgan. Magnezium qo'limdagi, ya'ni 19 yevroga 99 sent. Bo'ldi. Ogohlantirib o'tib ketay. Men buni xavf-xavfdan olaman. Ko'p dorilarimni ba'zi bir joylarda arzonroq, unaqa, ya'ni sentrdan uzoqroq joylarda arzonroq topasizlar, lekin sentrda sal qimmatroq. Shuning uchun ham menda qimmatroq keldi. Undan keyin esa zo'r narsa oldim. Ishoninglar, bu ham anaqa suyaklarga yokida bo'g'inlarga, og'riqlarga qarshi bo'ladi. Mas, buni nomi Pferdezalbe, ich schwöre, ich liebe es. Bu вообще zo'r narsa. Men shuni tavsiya qilaman. Buni men общий 8 yevroga oldim. Sal qimmatroq, lekin ishoninglar, addish yordam beradi. Xo'p, keyingisi esa mana bu qo'limdagi nomi juda ham mashhur dori. Germaniyada mashhur, O'zbekistonda oddiy dori sifatida ko'riladi. Nomi paracetamol. Paracetamol Germaniyada eng zo'r dorilardan biri hisoblanadi. Operatsiyadan endi chiqqan odamga ham og'rig'i вообще juda katta og'rig'i bor odamga ham bosh og'riydimi, qorin og'riydimi, qo'li og'riydimi, oyoq og'riydimi, farqi yo'q. Doim paracetamol tavsiya beriladi. Hattoki uyqusizlikka ham paracetamol ich, qorin og'riqqa ham paracetamol ich, tish og'riqqa ham paracetamol ich degan bo'ladi. Вот, mana shu dori. Germaniyada paracetamol общий 2 yevroga 49 sent ekan. O'zbekistonda necha pul bilasizlar mabodo? Yozib ketinglar, agar biladiganlar bo'lsa kommentariyada. Вот. Bu 2 yevroga 49 sent bo'ldi. 4 ta narsa oldim. Undan tashqari aptekada 4 ta narsa olganligim uchun menga podarka sifatida, bonus sifatida bir ikkita narsalar berishdi. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bu birinchisi bu chamadonga anaqa qiladigan band, bilmayman o'zbekchasiga nima deyiladi. Anaqa narsasi. Nomini bilsizlar kerak. Nomini eslamayman o'zbekchasiga. No, chamadon uchun. O'zbekchasiga kelmay qoldi, переводи mendan nimagadir. Вот, keyingisi esa anaqa berishdi. Magnezium 250 mg biotekra yana berishdi. No, просто bonus sifatida. Bu bonus ham tekin bo'lyapti. Mana shu hozir ikkita narsa bo'lyapti hozircha. Ikkinchisi bu tekin berilyapti va omega 3 berishdi. Omega plus 3, ya'ni mana buni ham tekinga berishdi bonus sifatida. Zo'r narsa, lekin olishni tavsiya beraman. Nech pulligini bilmayman. Bu tekin kelganligi uchun. Va ikkita anaqa berishdi. Nima deydi? San pasta o'zbekchasiga anaqa tish pastasi deyladimi? Shunaqa berishdi. Berishdi deyman. Xuddi ko'pchilik berganda berdilar. Ayol kishida berdi. Давайте berishdi deya qo'yaylik. Va undan tashqari anaqa berishdi. Bonbon berishdi. Bonbon bu nemis tilidagi nemischa so'z deyiladi. Ya'ni bu konfet, как бы so'rib yeb yurishga yordam beradi. Ingvalik. Ingva bilmayman, o'zbekchasiga adashmasam jenshen deyiladi. Jenshenli bonbon berishda, Germaniyaga kelsanglar bonbon, Süßigkeiten degan so'z bu, ya'ni shirin, как бы anaqa konfet deymizmi? O'shunaqa narsa deyiladi. Ikkita berishdi. Men hammasini ikkita parin qilib berishdi. Bitta odam edim shekilli.
O'zim borganimda nimaga ikkita berib yuborishibdi. Bitta salfetka. O'zbekistonda bu dorilarning narxlari necha pulligini agar biladiganlar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Balki bordir men olgan hozir dorilar. No, ko'ramiz. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir olgan dorilarim arzonmi yoki yo'qmi? Normmi yoki ne normmi? Yozib qoldiringlar kommentariyada, fikringizni kutib qolaman.